Bo'lmasa, suhbatimizni shu tarzda olib borsak. Yaxshi. Keling. Endi sizni ish bilan tanishtiraylik. Bu ish oddiy ish emas. Eng muhim, eng zarur va hamma uchun kerakli bo'lgan ish. Doimiy harakatda, hamisha tik oyoqda, muntazam ravishda irodalilik va sabr, chidamlilikni namoyon qilish talab qilinadi. Tushunarli. Necha soat ishlayman? Ish vaqti haftada 168 soat. 24 soat sutkada, 7 kun haftasiga. 24 soat bu juda ham ko'p emasmi? Tanaffusni nazarda tutyapsizmi? Ha, Yo'q. Tanaffuslar nazarda tutilmagan. Tushlik uchun vaqt ajratiladimi? Tushlik qilishingiz mumkin. Faqatgina sherigingiz ovqatlanib bo'lgachgina siz tanovul qilishingiz mumkin bo'ladi. Talablar juda yuqori. Menimcha bu ish aqlga to'g'ri kelmaydi. Yana muhim talablarimizdan biri doimo muloqotmandlik, murosasozlik, xush kayfiyatlik. Har bir masalaga diplomatik yondash shart bo'ladi. Bu lavozimga moliyadan, meditsinadan hamda kulinariyadan tajribasi bor inson kerak bo'ladi. Hamisha hushyor bo'lishingiz shart. Chunki sherigingiz doim e'tibor talab qiladi. Ba'zan esa tunlar ham ishlashga to'g'ri keladi. Shaxsiy hayotingiz haqida unutishingizga to'g'ri keladi. Ta'til va bayram kunlari yo'q. Aksincha, bayram kunlari mas'uliyat va vazifalar ortishi mumkin. Bu bizning talablarimiz. Xo'sh, nima deysiz? buning iloji yo'q. Aqlga sig'dirish mumkin. Bilmayman. Siz uyqu to'g'risida so'rayapsizmi? Ha, Uyquga vaqt yo'q. Shunaqa ham ishlaydigan odamlar bor ekanmi? qanday qilib? Iloji yo'q odam. Qanaqasi u? Dam olmasdan turmanib hech qanaqasi ishlash ilojisi yo'q, mana shunaqa odam yo'q. Sherigingiz va siz o'rtangizdagi bo'ladigan hissiyotlar beqiyos bo'lib shakllanadi. Ishoning, maosh masalasi sizni qiziqtiradimi? Albatta. Ha, Albatta. endi qiziq joyga keldik. Ha, yuqori bo'lishi kerak deb o'ylayman bunaqa talabga. Bu lavozimda siz hech qancha maosh olmaysiz. Nima? Tushunmadim. Umuman maoshsizmi? Qanaqa qilib? Menimcha hech kim ishlamaydi. Albatta tekinga kim ham ishlaydi hozir? Yo'q, bunaqasi ham to'g'ri. Shunaqa ham ishlar bor ekanmi? Ishlab turib oylik olmaslik. Qanaqa ish o'zi bu? Bor. Aynan shu lavozimda hech qanday e'tirozsiz, indamay, yana hayotidan mamnun bo'lib ishlab yurganlar bor. Ishonmayman, bo'lishi mumkin emas. Bundaylar soni milliardlab. Ishonmayapman. Milliardlabmish. Istasangiz aytaman. Ayting. Qani eshitaylik-chi. Bu onalar. Onalar, Rost. mama. Спасибо тебе, mama. To'g'ri, ularga hech qanaqa oylik kerak emas. Oylik haqida o'ylash. Chunki hamma narsani o'zini farzandlari uchun qiladi.